Ма кызыл немиш катканда bu yerda yalnız turibdi-ku. Almira yaxshimi nemиш qatib bu yerda yalnız turibsiz-ku? Yaxshi. Oyunun bir adam altın almoqchi ekan, bu altın mazırığı kelib ko'rish beram ukam deb bir tanışım batdi. Şeýle aprayımki deb saqlab turdim. Ha, men texsini pul tekitib oltin alып kelgil o'xshaydi deb. Men de oyuncular bayolab. Yana biz pul berip keleli. Men nemish qilaman berib. Pul berip aşu ko'rib altınlarni. Kemamda? Pul yo'q-chimi menda aya kirib yetib olmang olib bering deb. Xatirjam bo'la onda demeyim. Ma'qul. Ben bir alqalaydigan shu jonni sirg'i demdi. Shu alqın alay deb o'ylashqandim. Ay da bo'ldi. Ebjimga biz yasashirgandan ko'rib baqay. Açtanma? Ha. Özür özgür bilan bir ko'rsatib qimmat texdim maşı demasmi? Ha, meyli bo'lmasa açta qilaylamsa. Ha, emsa. Men tanıydigan bir ustam batdi. Berib yasashirgandan ko'rgach, anda ilib mahayli. Ha, meyli. Oy, ustam yan oturdu. Ha, mush ustam shuma. Muhabbarat xabarlari yaxshimi, salomat bo'ling. Ha, biz bir alqi jonni sirg'i alqalayl deb o'ylashgan. Teyas bo'lamdi ya. Yo'q, shu yaslash jarayonidan ko'rib turib, o'z qo'llarida yasagan alayl. Qaylab o'ltirib yasatmoqchisizmi? Ha, bo'ldi. O'zlari shu ko'zimiz bilan ko'rib yastayl deb nim qilgan. Ma bu maxsus sotadigan do'kon, bizning yasaydigan do'kon ma bazarning sirtida shu yerga boshlab chiqadi. Ha, mayli. Bilamda. Ma'qul. Eshak chiqaylik. Ha, ma'qul. Rahmat. O'zlar qilgan buyumlimi? Buningki bir qismlari zavodningki. Ha. Azroq birini o'zimiz qo'lda ishlab chiqargan. Bek chiroyli ekan o'ziklar. Malqimma, malqi oltin, nima? Jonni sirg'i degan shumi emasmi? Yo'q, bu tashliq sirg'a deymiz. Ha, tashliq sirg'a. İçin ko'rib baqayli unda olsa. Kichik cheslar. Ustam salama shu kasb bilan shug'ullanayotgan qanchalik vaqt bo'lgandi? Bu kesib qadam qo'ygani 31 yil bo'ldi. Endi do'kon ayirib ish boshlig'ini saq 20 yil bo'ldi mana. Xeyli uzoq bo'ldi. Pishqani nima bo'lgan qildinglar? Voy uncha bilan emas endi odatdagi cho'g'an. Ustam shu oltinni o'tib tovlasa, anandan keyin shu tozalagan vaqtida shu kamlab ketadi deydigan shu rasmida. Endi buni sap oltin elqi o't ko'ymaydi, suv oqmaydi deydigan gap bor emasmi? O bikadan qorib ketmaydi u. Masalan, persentlik narsalarni eritib qayt yozsa, ma'lum miqdorda qorishi mumkin. Azlishi mumkin. Lekin sap oltin qo'rmaydi. Zaganing qo'lini yanch qilam bo'lmasa. Zaganing qo'lini yanch qilmasa. Ana nega shu oltin tilla deb qo'yganmiz, bu ikkisini qanday farq bo'lgandi? Altın tilla deganimiz, altın hamda sap altın qartilgan birlik hamda. Ammo tilla deganimiz hamda bu har qaysi davlatlarning o'ziga xos hamda har qaysi davlatlar o'zininki qo'ygan tillalari bor-ku. Bu tilla deganimiz hamda hozir biz qo'llanayotganmiz Rossiyaniki, Nikolayni tillasi deymiz. Buningki persenti 83,83%. Dan 85 kichikiladi. Buningki surti bor shaklda bu asorat hisobida manada. Buni surti buzilib ketgandan keyin bu oltinga aylanib ketadi bu. Persent hisob emas. Uni saqlash xotir bo'yim hisobida menda saqlab qo'yilganligiga bo'ladi. Lekin aningga masalan o'zi qilib bog' tutqizib, qoplab qilib etsa, aningki sal zid bo'lgandikilam oltinga aylanib ketib qoldi. Qimmati tushib ketadi demakchi. Ustam hamda bu qanchalik vaqt ketadi? Buni tutishgamda pek uzun vaqt ketadimi ya? Odatda hamda buni qarab o'ltirib yasashga qilmaymiz. Endi sizning talab zodi qaylab o'ltirib qildirma deb qasdlari. Mashning 4 soat, 5 soat vaqt ketadi. Shuning ichida o'ltirasizlar yasab qilsam bo'ldi. Shu men hamda bek shu nima deyilqi Fukayning ichida shunday jiq ko'rib ketibdimi? O'z ko'zim bilan bir ko'rib, anandan keyin bir qildirib baqay degan niyat bilan shuningga shu qizg'a desam, voy mening tanishim bor. Aşak apraya dedi şunun kelgen toq. Bo'ladi, siz zerikib qolmaslar men yasab bersam bo'ldi. Yo'q, zerikmaymiz. Ustam emsi yaxshi yasab berslar o'qdan. Bo'ldi, xotirjam bo'laman. Bo'ldi.